Qadrli do'stlar, sizlarga yana bitta foydali ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ekish paytida, chigit ekilayotgan paytida iloji boricha 3-3,5 km/soatiga ekilsin. Nimagaki barabanlarimiz ekadigan, urug' tashiydigan barabanlarimiz yerga kirib, urug' tashlashiga ulgurishi kerak. Agar tez yurilsa yo tez yurib yuborilsa, u barabanlarimiz har bitta urug'ni donalab yerga tashlab ketishga ulgurmay qoladi. Va yana loy nam bo'lgan paytda ekishlarni maslahat bermaymiz. Nimagaki loy paytda barabanlarga loylar yopishib qoladi. O'shani hisobiga urug'lar har yoqqa sochilib ketadi. Shunga e'tibor berishingizni so'rab qolamiz.